1961-yil 12-aprel Moskva vaqti bilan soat 9:07. Vostok nomli kemada Boyqo'ng'ir aerodromidan Yuriy Sergeyevich Gagarin ilk bor kosmosga parvoz qildi. Gagarin kosmosdan ona yerga qarar ekan shunday dedi: "Ko'zlarimga ishonmayman. Xuddi sehrlanib qolgandekman. Bundan 1400 yil oldin Qur'oni Karim Hijr surasi 14-15 oyatlar. Biz ularga osmondan bir eshik ochsak, ular ko'tarilishda davom etsalar ham, bizning ko'zlarimiz bog'langan, biz balki sehrlangan qavmdirmiz" deyishadi. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida Pomidor kanali. Video boshlanishidan tushunganingizdek, bugungi sondagi roligimiz ilk bor kosmosga parvoz qilgan Yuriy Gagarinning kosmosdagi ilk so'zlari va bu haqida bundan 1400 yil oldin muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda yozilgan haqida bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Yuriy Sergeyevich Gagarin koinotga ilk parvoz qilib, insoniyat tarixida misli ko'rilmagan qahramonlikka qo'l urdi. Gagarinning bu qadami mislsiz kashfiyotlar uchun yo'l ochib berdi. U 1961-yil 12-aprel kuni Moskva vaqti bilan soat 9:07 o'tganida Vostok kosmik kemasida Boyqo'ng'ir aerodromidan fazoga parvoz qildi. 1 soat 48 daqiqa mobaynida Yer orbitasini aylanib chiqdi. Bu insoniyat tarixidagi buyuk g'alaba edi. Yuriy Gagarin parvoz paytidagi hissiyotlarini bord magnitofoniga yozib qoldiradi. Mana aynan o'sha lahzalarda Gagarinning tilidan yangragan so'zlar: "Men yer ustidagi bulutlarni ko'ryapman. Ular juda kichkina, pag'a-pag'a. Ana ularning soyalari. Bu chindan go'zallik, benihoya go'zal. Diqqat, ufqni ko'ryapman. Mana yer, naqadar ajoyib. Ana yerning yuza qismidagi ekilgan kamalakning bir uchi yerga tomon ingan. Buni ta'riflab bera olmayman. Juda ham go'zal. Men xuddi tush ko'rayotganga o'xshayman. Ko'zlarimga ishonmayman, xuddi sehrlanib qolgandekman." Keyinchalik uning bu hayratomuz gaplari ko'plab g'arb gazetalari tomonidan nashr qilindi. Birlashgan Arab Amirliklarida yashovchi olim va jurnalist professor Adnan Sharif bir maqola yozdi. Unda Qur'oni Karimdagi Hijr surasi 14-15 oyatlari va Gagarinning parvoz paytidagi holati bir-biriga qiyoslangan. Adnan Sharifning yozishicha, 20-asrning eng buyuk kashfiyotlaridan biri Gagarinning parvozi va uning koinotdagi hissiy holati aynan Hijr surasi 14-15 oyatlarda bundan 1400 yil ilgari o'z aksini topgan edi. Gagarin koinotdan yerni tomosha qilar ekan, yuqorida aytganimdek, men yer ustidagi bulutlarni ko'ryapman. Ular juda kichkina, pag'a-pag'a. Ana ularning soyalari. Bu chindan go'zallik, benihoya go'zal. Diqqat, ufqni ko'ryapman. Mana yer, naqadar chiroyli. Ana yerning yuza qismini egallagan kamalakning bir uchi yerga tomon ingan. Buni ta'riflab bera olmayman. Juda ham go'zal. Men xuddi tush ko'rayotganga o'xshayman. Ko'zlarimga ishonmayman, xuddi sehrlanib qolgandekman deb aytadi. Qur'oni Karim Hijr surasi 14-15 oyatlarida esa: "Va biz ularga osmondan bir eshik ochsak, ular ko'tarilishda davom etsalar ham, bizning ko'zlarimiz bog'landi, balki biz sehrlangan qavmdirmiz" deyishadi deb yozilgan. Yuqorida aytilgan Gagarinning oxirgi so'zlariga e'tibor bering. "Ko'zlarimga ishonmayman. Qur'onda esa bizning ko'zlarimiz bog'landi. Gagarin: xuddi sehrlanib qolgandekman. Qur'onda esa balki biz sehrlangan qavmdirmiz" deb yozilgan. Demak, Gagarinning kosmosdagi aytgan gaplarga qadar aniqlikda barchasi bundan 1400 yil oldin Qur'oni Karimda yozilgan edi. Professor Adnan Sharifning yozishicha, Hijr surasida "Ular Allohga ishonmaslar, holbuki ilgari ishonar edilar" mazmunidagi oyat ham kelgan. Endi haqiqatga yuzlansak, Gagarin mansub bo'lgan jamiyatda ateistik mafkura hukmronlik qilgan. Sovet tuzumi qaror topmasdan ilgari uning hududlaridagi davlatlarda islom va nasroniylikka izchil amal qilingan. Masjid va cherkovlar faoliyat ko'rsatgani ham tarixdan yaxshi ma'lum. Gagarin ham Sovet davlatida tug'ilib o'sdi. U tish tirnog'iga qadar kommunist edi va umrining oxiriga qadar o'z kamol topgan davlat mafkurasiga sadoqat bilan xizmat qildi. Bu hodisa Sovet ittifoqi qahramoni uchuvchi kosmonavt Pavel Popovichga hikoya qilinganida u ham nihoyatda ajablangan. Oyatlardagi aniqlikdan hayratini yashirmagan. Yaratganning kalomida "Biz osmondan bir eshik ochsak" deyilgani juda qiziq. Chunki olimlar aynan shu osmondan bir eshikni topish uchun juda katta hisob-kitoblarni amalga oshirishgan. Aslida ko'pchilik osmon ochiq, uning istalgan nuqtasidan koinotga parvoz qilishi mumkin deb o'ylashadi. Ammo barcha kosmik kemalar
bitta eshikdan samoga ko'tariladi va o'sha yerdan qaytib tushadi. Sekundiga 11 km tezlik bilan parvoz qilayotgan kema agar o'sha eshikdan o'tmasa, yo yonib ketadi yoki bo'lmasa koinotga qaytadi. Qur'oni Karimning Toriq surasi 11-oyatida qaytaruvchi osmonga qasam jumlasi keltirilgan. Bu yerda koinotda kelayotgan alfa, beta, gamma nurlanishlari azon qatlamiga urilib ortga qaytishi, radio va uyali aloqa signallarining yana yerga qaytishi ham nazarda tutilgan bo'lsa ajab emas. Umuman olganda Qur'oni Karim chindanda Allohning buyuk mo'jizasi ekanligi vaqt o'tgani sari tobora ko'proq o'z isbotini topmoqda. Zero Alloh buyuk. Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam esa butun bashariyatning so'nggi payg'ambaridir. Siz Pomidor kanalini tomosha qildingiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Bundanda qiziqarli ma'lumotlar va roliklar hali oldinda. O'zingizni ehtiyot qiling keyingi roliklarimizda. Pomidor kanalida ko'rishguncha. Xayr, sog' salomat bo'ling.